u tasavvurni hozir sizga hech ham tasavvur qilib bera olmayman. Toshkentda doktorda birov yotgan bo'lsam, Toshkentni ko'chalarida yig'lab yurgan kunlarimni hech kim bilmaydi. 9,5 yoshida mana shu nevaram jigar alishtirish operatsiyasini boshidan o'tkazdi. Rosa yaxshi qarasharkan Hindistonda doktorlar malades. Tan berib keldik ammo Mahbubjonlarni biz Toshkentdagi больницаdan surishtirib topdik. Keyin Mahbubjonni ishxonalariga borib, bu yerdan suhbatdan o'tib, undan keyin vizalarimizni tayyorlab, bolam bilan keyin yanvar oxirida Hindistonga bordik. Qo'rnishgandi. Ovqatni yemas edi. Burundan qon ketardi. O'zimizdagi doktorlarga Toshkentga olib borsak aytishdi, tezroq harakatinglar qilinglar, jigar alishtirish kerak deyishdi-da. Keyin shoshilib qoldik. Yo'q, xayriyat, Xudoga shukr. Mahbubjonni topdik. O'shalarni harakatlaridan Xudoga shukr shunchalik yordam qilishdi. Doktor Vivekka rahmat. Rosa yaxshi qarasharkan Hindistonda doktorlar malades. Tan berib keldik ammo bola mustag'nam tuzuk dardlagan og'ir ekan. Yo tuzuk mana shunchalik 9,5 yosh bo'lsa ham tog'asi jigarini berdi. Tuzuk Xudoga shukr yaxshimiz. Pasportlarni olgunimizcha, vizalarni Zagram pasport olguncha men qanaqa qiynaldim, bolani yolg'iz o'zim tashlab pasport stolga yuguramiz. Uyga ruxsat berishmaydi, Toshkentni o'zidan oldik. Rosa qiyin ekan, yosh bolani kasallab, voy burunlardan qon oqqanlar 1,5 soatda to'xtatdik qonni. Yo'q, Xudoga shukr, shunchalik kunlarga chiqdik. Mana hozir endi shunchalik operatsiyaga borib kelgan bo'lsak, Xudoga shukr, bolalarim ancha yaxshi. Men stressga tushaverib, shu yil shu 5 oy ichida bir 10 yil, 15 yilga qaridim desam ham bo'laveradi. Mana shu bolamni Hindistonga olib borguncha men 10 yilga qaridim. Endi o'shani qilganlarimga afsus qilaman. Shunchalik kunlar bor ekan. Shunisiga shukr qilib, shukrona bilan yashayapmiz, Xudoga shukr. Kimni bolasimi, o'zimi, kim kasal bo'lsa hech ham qo'rqmanglar, Hindistonga boringlar. Hindiston yaxshi joy ekan. Doktorlari umuman gap yo'q doktorlarga. Hech ham qo'rqmasdan, jicha pulga qiyishmaylar. Borib odamni jonni saqlab qolsa bo'larkanda. Hech ham bo'lmadimi hechmi? Yo'q, muammo bo'lmadi, Xudoga shukr bordik. Shu jicha pul muammo bo'ldi. Yo'q, Xudoga shukr yetkazib berishdi. Hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Operatsiyalar ham yaxshi o'tdi. Mana Xudoga shukr bolajonim ham yaxshi. Doktorlarga rahmat. Rahmat, shunchalik qilib qo'yishdi. Sog' bo'ling siz ham.